Mana shu ko'rsatib borayotgan misollarim fevral imtihonlarida tushsinda, meni kuzatib borayotgan obunachilarim mana shuni ishlab, yuqori ball olib chiqsin deya biz 36-misollarga bitta namuna ko'ramiz. Demak, bu yerda misolda bitta qavs kvadratga keltirib olishimiz kerak. X ni 4-si, xo'p, minus, demak, 12 tadan 4 tasini yozamiz, 4 ta x kvadrat va bunga 4 kerak. Shunda qavs kvadratni beradi. Xo'p, minus, shunda 8 ta x kvadrat qoldi. Plus 16 ta, demak, ildiz 2 ta x minus, bu yerda 16 yozishimiz kerak. 4 ga 16 minus 12 ni berish kerak. Teng 0. Ana endi bu x kvadrat minus 2 ni qavs kvadratini berdi. Bu yerdan minusdan 8 chiqarib olsak, bu narsa x minus ildiz 2 ni qavs kvadratini berib qoladi. Teng 0. Ana endi biz mana bu x kvadrat minus 2 ni x minus ildiz ostida 2, x plus ildiz ostida 2 deb yozib olsak bo'ladi. Kvadrat bo'lgandan keyin har ikkalasini kvadrati bo'ladi. Minus 8 ta x minus ildiz ostida 2 kvadrat teng 0. Endi x minus ildiz ostida 2 ni kvadratini qavsini tashqariga chiqarib olsak, xo'p, bu yerda x plus ildiz ostida 2 ni kvadrati minus 8 qoldi. Teng 0. Ana endi navbat-navbat 0 ga tenglasak, bittasi x teng ildiz ostida 2 chiqdi. Xo'p, buni 0 ga tenglasak, mana bu yerda yozamiz. X plus ildiz ostida 2 ni kvadrati teng bo'lishi mumkin ekan. Demak, 8 ga. Birinchisi, demak, plus ochsak, x plus ildiz ostida 2 teng 2 ildiz ostida 2 bo'ladi. 8 dan ildiz olsak, x teng ildiz ostida 2. Bu yechimni boya ham topgan edik, shuning uchun buni hisoblamaymiz. Endi minusligi x plus ikkinchisi ildiz ostida 2 teng ekan minus 2 ildiz ostida 2 ga. Xo'p, bu yerdan x teng minus 3 ildiz ostida 2 bo'lib qoldi. Demak, o'rtoqlar, bizga tenglamada nechta haqiqiy ildizga ega, turli ildizga ega degan, mana 2 ta ildizga ega ekan, bitta va x teng ildiz ostida 2. Mana bu yerda ildiz ostida 2 chiqqan, 2 marta takror yozmaymiz. Bo'ldi, bitta deb sanaladi. Demak, nechta ildizi bor degan joyiga 2 yozamiz. Xo'p, ildizlari ko'paytmas desa, ikkalasini ko'paytirsak, minusdan 6 bo'ladi. Shunaqangi foydali misollarni bu yog'iga tezlashtirib Instagram sahifamga joylab boraman. Fevraldagi imtihonda siz yuqori ball olishingizga albatta yordam beradi. Videoga like bosib, menga obuna bo'lib qo'ying.